Assalomu alaykum. Bizda ertalab hali Germaniyadamiz. Turganimizga 2 soat bo'lyapti. Mashinalarimiz şeyda. Havo sovuq. Xulosda iltimos bor. Qattiq iltimos bor, ammo qaytarib beraman lekin shu narsani. Bitta ish berib turinglar. Bir dona ish. Qimillab turaylik. Ish yo'q yotibsiz. Oylik yozilyapti, endi baribir vijdon qiynalyapti-da jinday. Berib turinglar, yana oy qaytaraman, aniq. Xudo xolasa. Buna qizg'anmanglar. Bir dona zakaz berib turinglar, bir yurib olay, ertalabda keyin ulanib ketadi xudo xolasa. Yo to'g'ri men chata bo'lib ketdi. Bersalar qaytaramanmi, ey. Uyda demanglar, ama. Bo'nglar tez-tez tashanglar ishdan. Bormi oriq? Yo'q, oriq yo'q. Oriqda hammasi bizda yana o'tiribmiz. Ish yo'q, g'arim yo'q. Qorin to'q. Ko'ngil to'q. Hammasi yaxshi, o'tiribmiz. Fursat tozaladik, boshqa qildik, vaqt o'tkazdik. Shunaqa.